Dindor musulmonlarga murojaat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Muhtaram aziz mo'min musulmon birodarlar, bugun sizlarga bir murojaat bilan chiqmoqchiman. Men namoz normumin O'zbekistonlik musulmon, alhamdulillah. Şu mustaqillik yillaridan beri siyosat bilan shug'ullanib kelaman. Asli kasbim tabib, jarrohman sobiq. 35 yildir siyosiy muxolifatchiman. İstanbul'da siyosatshunoslik bölümünde o'qiganman, İstanbul Üniversitesi'nin. Endi bugun sizlarga murojaat qilishimning sababi shu. Bugun hammamiz o'zgarish, din, iymon, vatan, xalq dardida bo'lish vaqtimiz keldi. Taniqli jurnalist, siyosatchi Jahongir Muhammad bir murojaat bilan chiqdi. Vatan, din, millat, xalq hammasi tahlikada qoldi. Endi hammamiz birlashaylik shu tahlikaga, xavfga qarshi deb. Bu xavf qanday? Xitoy xavfi. Xitoy bostirib kelyapti. Mana sizlardan, mo'min musulmon birodarlardan ahli ilmlar ba'zilar Xitoyni Yajuj Majuj deydi. Uyg'ur birodarlarimizning boshiga tushgan hol, dahshatli ahvol hammamiz bilamiz. Aslida Uyg'urlarning boshiga tushgan mana bu Xitoy zulmi, Xitoy qatlomi bizning ham boshimizga tushgan. Ba'zilar agar hozir bugun birlashmasak, demak va shovqin, Allohning rahmati yog'yapti, yomg'ir yog'yapti. Agar bugun birlashmasak, Uyg'urlarning boshiga tushgan mana shu zulm bizning ham boshimizga tushadi deyishyapti. Bu noto'g'ri gap. Uyg'urlarning boshiga tushdimi, demak bizning ham boshimizga tushdi. O'zbekning ham, qozoqning ham, qirg'izning ham, tojikning ham, turkmanning ham, arabning ham, turkning ham hammamizning boshimizga tushdi degani bu. Faqat gap masofada. Bugun u yerda bo'layotgan bo'lsa, ertaga bu yerda bo'ladi. Bugün Sharqiy Turkistonda bo'layotgan bo'lsa bu zulm, demak ertaga bizda G'arbiy Turkistonda bo'ladi. Undan keyin butun bir paytlar Mo'g'ul zulmi hamma yoqni ummatni bosmaganday Xitoy zulmi ummatni bosib olishi mumkin, Alloh qo'rusin. Mana shu sabablar bilan sizlarga murojaat qilyapman. Ey mo'min musulmon birodarlar, dindor musulmonlar. Endi bu gap ham biroz nisbiy, yani musulmon, dindor yoki boshqacha bo'linmaydi, lekin tushuntirish uchun farzlarni bajaradigan, namozlarni o'qiydigan mana muborak Ramazon yaqinlashyapti. Unda ro'za tutadigan, haj umraga borib yurgan, zakotini berayotgan, halol yashashga urinayotgan musulmonlarga dindor musulmonlar deymiz. Lekin ba'zi insonlarimiz hali dinimizni to'g'ri yetgani yo'q. Halol haromga e'tibor bermaydi hayotida, farzlarni bajarmaydi. Nomiga bo'lsa ham musulmon, endi musulmonman deganligi uchun biz ularni ham musulmon deymiz. Chunki musulmonman degan kishiga sen musulmon emassan deyilmaydi. Buni o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Bu haqda oyat bor. Mo'minman degan kishiga sen mo'min emassan deb aytmangizlar degan ma'noda oyat bor. Xullas, dindor mo'min musulmon birodarlar, bugun birlashish vaqti keldi. Hamma narsada birlashish, avvalo tavhidda, yakka xudolikda birlashish. Musulmonchilikda shirk bo'lmaydi. Qabrlarga sig'inmaymiz biz. Biz sigirlarga sig'inmaymiz. Itlarga, bo'rilarga sig'inmaymiz. Biz haykallarga sig'inmaymiz. Alhamdulillah. Biz hamma narsamiz Alloh uchun deb iymonimizdan boshlab Qul inna solati va nusuki
ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin. Bizning aqidamiz shu. Allohning sherigi yo'q. Bizning hayotimiz ham, o'limimiz ham, namozimiz ham, ibodatimiz ham, nimamiz bo'lsa hammasi Alloh uchundir, Alloh rizosi uchundir. Mana shunday demak Muhammad alayhissalomning yakka Xudoga, yakka ilohga iymon keltiradigan, ergashadigan ummatimiz biz. Demak biz bir yo'lda bo'lishimiz kerak. Mana shunday tavhidiy e'tiqodda ham, ibodatda ham, yaxshilikda ham, halol yashashda ham va adolat uchun kurashda ham. Biz musulmonlarning bugungi eng katta muammosi ibodat va adolatni bir-biridan ajratishdir. Juda ko'p mo'min musulmon birodarlarimiz Allohga ibodat qiladi, Alloh rozi bo'lsin, namozini o'qiydi, ro'zasini, zakotini. Lekin adolat ibodati kelganda chekkada turadi. Aralashmaydi, siyosatga aralashmayman deydi, adolatga aralashmayman deydi. Holbuki Alloh adolatni ham xuddi namozni, zakotni, hajni, ro'zani farz qilganday farz qilgan. Har juma imomlarimiz o'qiydi. Innalloha ya'muru bil adl. Alloh adolatni amr qiladi. Taklif qiladi deyilgani yo'q. Tavsiya qilinadi deyilgani yo'q. Amr qiladi. Islom ummati eng yaxshi ummat va u dunyoda adolatni yoyish, adolatni o'rnatish uchun mas'ul. Kuntum xayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna anil munkar va tu'minuna billah. Adolat namoz kabi farzdir, ro'za kabi farzdir. Ustoz Muhammad Qutbning kitoblarida musulmonlarning ijtimoiy, huquqiy muammolariga bag'ishlangan kitoblarni o'qiganman. Musulmonlar o'z jamiyatini adolat, huquq, siyosat nuqtai nazaridan isloh qilish kerak. Agar isloh qilmasa, Alloh buni so'raydi. Nimaga yaxshi ummat bo'ldingiz deyapti. Alloh subhanahu va taolo insoniyat uchun chiqardi. Chunki amri bil ma'ruf qilasizlar, nahi anil munkar qilasizlar. Shu bilan Allohga iymon keltirasizlar. Demak, birinchi bizning muammomiz ibodat va adolatni ajratib qo'yganimizdir. Shuning uchun islom dunyosida bugun zulm hukmron. Butun davlatlarimiz, mamlakatlar, musulmonlar yashaydigan 60 davlat diktatorlik, zolimlar, zamonaviy fir'avnlar, podshohliklar, qirolliklar. Holbuki musulmon ummat, musulmon xalq o'ziga o'zi rahbarni saylashi kerak. Xulofoi Rashidin saylangan edi. Islomda otadan bolaga oilaviy qirollik qilish yo'q. Bo'lganda Umar radhiyallohu anhu qilardi. Umar radhiyallohu anhu shahid bo'layotganlarida u kishiga aytildi, ya'ni o'g'lingiz bo'lsin Abdulloh mana yo'q dedi. Bir oiladan bir shahid etadi bu ishda. Rozi bo'lmadilar o'zidan keyin o'g'li bo'lishlariga. Shuning uchun saylov shart bugun islom ummatining ichida. Buni ustoz Alloma Yusuf Qardoviy aytganlar. Islom doirasida saylov o'tkazilishi shart. Musulmonlar tinch, norozilik namoyishi qilishi shart va ahvolni o'zlarini o'nglashi shart. Islom adolat jamiyatidir, zulm jamiyati emas. Endi hozir har xil toifalarga bo'linib ketganmiz. Bularni faqat sanab o'taman. Bular hammasi bizning mo'min musulmon birodarlarimizdir. Men shiyalarda aytayotganim yo'q endi. Shiyalik o'zicha ketdi ular. 12 muqaddas imomni o'zlari to'qib oldi. O imomlar to'g'ri bo'lgan, hayotda o'tgan ba'zilari. Ali radhiyallohu anhu, Hasan Husayn radhiyallohu anhu bor. Lekin islomda kim bo'lishdan qat'iy nazar sahobalarni ham rohiblashtirish, ruhoniylashtirish, muqaddaslashtirish yo'qdir. Ular shunday 12 imomni o'zlariga muqaddas qildi. O'zlaricha oyatullohlarni, ruhoniylarni o'ylab topdi. Ular ketdi endi. Men ahli sunnadan gapiryapman. Ahli sunnaning ichida kimlar bo'lsa, salafiylar bo'lsin, sufiylar bo'lsin, endi ba'zi johil sufiylar vaqtati vujudga ergashadi, shunaqa qabrlarga demak
sig'inadi va hokazo. Lekin hamma sufiy unday emas-ku. Hamma salafiy birodarlar ham ajralib ketgan emas-ku bir-biridan. Tabliğchi, ana Hizb-i Tahrirchi va boshqa mo'min musulmon birodarlar. Qo'yaylik u bo'linishlarni hozir. Ularni qo'yaylik. Bizda Alloh subhanahu va taolo musulmon ismi berdi. Bizim boshqa ismimiz yo'q. Huva sammakumul muslimin. Alloh sizlarga musulmon ismini berdi deyapti Qur'onda. Boshqa bizning unaqa ismimiz yo'q. Tabliğchimi, xalifatchimi, salafiymi, sufiymi yo'q ism. Hammasi keyin bo'lgan gaplar. Ularni bir chekkaga qo'yib turaylik. Oldin bir maqsadga erishaylik, keyin bo'ladi u narsalar. Qanday bir hal qilamiz? Ahli ilmlarimiz, olimlarimiz bizga hal qilib beradi bu masalalarni. Sunniy mazhablarga kelsak, bular bor gap, ijtihod bor gap. Lekin mazhablar ham bo'linish sababi emas. Hanafiy bo'lsin, Shofiy bo'lsin, Maliki bo'lsin, Hambali, hammalari katta-katta olimlar bo'lgan, Alloh rozi bo'lsin. Lekin mana bu mazhabning musulmoni, bu mazhabning musulmoni deyilmaydi. Qaysi mazhabda yaxshi fatvo bo'lsa, o'sha olinadi. Domlalarimiz aytadi bizga. Shunga ergashaylik deb ergashamiz. Mazhabda bo'linish emas, mazhab o'zi bir nisbiylik narsadir yani. Dinning mutlaq haqiqati Qur'on va sunnatdadir. Demak, Qur'on va sunnatga ergashaylik, undan keyin mana ijtihodlarga ergashaylik, ijtihod bor gap, lekin mazhabparastlik qilmaylik va shuroga ergashaylik. Va amruhum shura baynahum, shura surasi bor. Ular mo'minlar ishlarini shura bilan qiladi. Mening tushunganim shura 2 darajada. Ahli ilmlarning, olimlarning shurasi qattiq kuchli ilmiy dalillarga asoslangan shura. Buni zamonaviy tilda senat deyiladi, oqsoqollar majlisi. Eng katta masalalar o'sha yerlarda ko'radi. Bizning ulamolarimiz ham bizning katta, eng deylik mushkul masalalarimizni o'zlarining shurasida hal qilib, ijtihod qilib, fatvo berib bizga yo'l ko'rsatishdi. Bu birinchi shuradir. Ikkinchisi xalqning shurasidir. Xalqning shurasi umumiy saylovdir. Umumiy saylov bilan hukumatni demak ish boshiga olib kelish. Agar hukumat deylik noto'g'ri ish qilsa, xato qilib yo'ldan chiqib ketishgan bo'lsa, tinch norozilik namoyishi bilan uni to'xtatish. Bo'lmasa almashtirish qayta saylovda. Mana shu 2 shuraga amal qilaylik. Qur'on, sunnat, ijtihod va shura. Mana shu yo'lda birlashaylik. Hozir mana bu tuzilgan birlashgan o'zbek muxolifati deyilgan harakat o'zi aslida adolat uchun tuzildi. Tinchlik sharoitida, erkinlik uchun tuzildi. Xitoy tahlikasiga qarshi kuchimizni birlashtirish uchun tuzildi. Musulmonlar bunday harakatga qo'shilishi men shart deb hisoblayman. Chunki nimaga? Adolat farzda. Adolat uchun kurashgan kim bo'lsa ham o'shaning yonida turish kerak musulmonlar. Zulmga qarshi bo'lish kerak. Vala tarkanu ilallazina zalamu fatamasakumun nar. Zulm qiladiganlarga moyil bo'lmanglar, ergashmanglar. Bo'lmasa sizlarga ham jahannam olovi tegadi. Adolatni o'rnatadigan mahallada bo'ladimi, tumandami, viloyatda, shaharda, mamlakatda, dunyoda musulmonlardir. Musulmonlar adolatni o'rnatadi. Islomga ko'ra jon daxlsizligi bor. Hech begunoh odamni qatl qilib bo'lmaydi. Islomga ko'ra aql daxlsizligi bor. Aqlni aroq bilan, narkotik, giyohvand moddalar bilan, boshqa narsalar bilan zaharlab bo'lmaydi. Islomga ko'ra mol-mulk daxlsizligi bordir. Birovning halol topgan mol-mulkini o'g'irlab bo'lmaydi. Korrupsiya bilan, poraxo'rlik bilan taron-taroj qilib bo'lmaydi. Foizxo'rlik bilan, ribo bilan uning qonini so'rib bo'lmaydi. Mol-mulk daxlsizdir. Nasl daxlsizligi bor. Keyingi avlodlar nikoh bilan islomga ko'ra, dinga ko'ra oilada dunyoga kelish kerak. G'ayri mashru bolalar dunyoga keltirish islomda harom hisoblanadi. Nasl daxlsiz va insonning shon sharafi, obro' e'tibori ham daxlsiz. Unga tuhmat bo'lmaydi. Tuhmatchi agar 4 guvoh keltirmasa,
unga 80 darra uriladi va undan keyin hech qachon uning shohidligiga olinmaydi guvohlik. Mana islomning adolati. Jonni qo'riydi, aqlni qo'riydi, mol-mulkni qo'riydi, insonning naslini qo'riydi, insonning obro'-e'tiborini qo'riydi. Islomning adolati shudir. Buni o'zlaringiz mendan yaxshi bilasizlar. Shuning uchun kelingizlar, birlashaylik, harakat qilaylik, hammamiz bir yoqadan bosh chiqaraylik. Demak, hukumatga tinch yo'l bilan hammalaringiz tinchlikka kiringlar dedi Alloh subhanahu va taolo. Tinch yo'l bilan haqlarimizni talab qilaylik. Kerak bo'lsa hukumatdan erkin saylovlarni talab qilaylik. Mana shu bugungi taraqqiyotda eng yaxshi yo'l. Haqqimizni nima qilaylik? Musulmonning ham haqqi bordir. Musulmonning haq-huquqi bordir. Ko'plar so'rashyapti, qaysi davlat, bir davlatda aytingki biz ko'nglimiz tinch bo'lsin-da, shunga ergashaylik. Men aytayapman, Malayziyadagidek bo'lsin. Sizlar ham aytingizlar, qaysi davlatda bo'lsin. Eronday biz ruhoniy bo'la olmaymiz. Tolibonday biz bir jangarilik bilan hech kimga hech qanday erkinlik bermasdan bo'lmaydi. Saylov bo'lish kerak. Erkinliklar bo'lish kerak. Ayollar hamma imkonlarga ega bo'lish kerak. Hijobida bo'lsin, odobida bo'lsin. Lekin o'qisin ayollarimiz, qizlarimiz. Yoki Turkiyadagi ilmoniy sekulyar bo'ladigan bo'lsak, hozir Mirziyoyev tanlagan yo'l. 100 yil Turkiyada musulmonlarni dinidan uzoqlashtirish uchun laiklik, sekulyar, ilmoniylik 100 yil tanka bilan, avtomat bilan, qurol bilan, davlatni ag'darish bilan bo'lmadi. Bo'lmadi. Janob Erdo'g'an keldi, diniy dunyoviy masalalarda muvozanat o'rnatildi. Shu muvozanat Malayziyada bor. Keling shunday qilaylik biz ham. O'zbekistonda bir tarafdan diniy ta'limga yo'l ochilsin. 18 yoshgacha dinni o'rganmaydi degan nima degani bu? Bu umuman hayotida dinsiz o'tadi degani. 18 yoshgacha dinni o'rganmasin. Maktablarda dinni o'rgansin. Ibodat erkin bo'lsin. Masjidlar erkinga emas. O'zbekistonda dunyo o'lchoviga ko'ra masjidlar 30 ming bo'lishi kerak kamida. Erkinlik bo'lishi kerak, ibodat erkinligi. Halol yashash erkinligi. Foizlar odamlarning qonini ichyapti foiz. Holbuki Mirziyoyev Yaponiyaga bordi kecha. Yaponiyada foiz yo'q. Shvetsariyada foiz yo'q. Keling shunday qilaylik biz ham. Ular aql yo'li bilan qilgan. Biz ham naql, ham aql yo'li bilan qilaylik. Ham vahiy yo'li bilan Qur'on foizni harom qildimi? Qildi. Demak shuni yaponlar qanday qildi? Shvetsariya qanday qildi? Biz ham shuni o'rganaylik. Buni qanday qilib harom qilib kunlik hayotdan chiqaramiz? Bu foiz bilan, kredit bilan 20%, 15%, 50%gacha bu xalqning qonini so'rish degan. Bu xalq hech qachon joyidan tura olmaydi-ki. Ko'ryapsizmi biz musulmonlarga tushgan vazifalar qanday? Buning uchun birlashishimiz kerak, yaxshilikni da'vat qilishimiz kerak, yomonlikdan odamlarni qaytarishimiz kerak, bir harakatning ichida bo'lishimiz kerak va xalqimizning mana hukumatning o'zgarishiga sabab bo'lishimiz kerak. Tinch yo'l bilan janjal ishimga kerak emas. Arab bahorini ko'rdik, qanday yomon natijalar berdi. Suriyani ko'rdik, qanday yomon natijalar berdi. Musulmonlar bir yoqadan bosh chiqarsa, dardini aytsa, haqqini talab qilsa, bir harakatga birlashsa, ana shunda demak biz maqsadga erishish imkonimiz bo'ladi. Mana shunga birlashgan o'zbek muxolifati deyildi. Chunki adolat zulmga muxolifatdir. Erkinlik qullikka muxolifatdir. Birlashish, kuch bo'lish zo'ravonlikka, foizxo'rlikka, kreditxo'rlikka muxolifatdir. Biz talab qilayotgan narsalar hech kutilmagan talablar emas. Bu Qur'onda ham bor, islomda ham bor, dunyoning rivojlangan davlatlarida ham bor. Kelingizlar shu ishlarni qilaylik. Mana shu gaplarni aytmoqchi edim. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Albatta avvalo Allohdan iymon so'raylik, tavfiq so'raylik. Va may yattaqillahi yaj'al lahu mahrajan. Taqvomizni orttiraylik. Kimda taqvo bo'lsa, Alloh o'zi bir yo'l ko'rsatadi. Allohdan bir yo'l ko'rsatishini so'raylik. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.